uy sharoitida eng oson toplaydigan qurtga qarshi dori aytaymi. В домашних условиях антипаразитарки самое простое, которое вы не знаете. Сказать? Потерпите до конца видео, пожалуйста, хорошо? Birodarlar, antiparazitarka yosh bolalarga ham, kattalarga ham ketaveradi. Tushundingizmi? Soat necha bo'ldi? 2:40. Karom yoki petrushkani urug'ini bir choy qoshiqdan tuyasiz asalga aralashtirib ozroqgina shirinlik qilib. Tushundingizmi? Ichaverasiz. Ertalab va kechqurun. Yosh katta mayda farqi yo'q. Yosh kattalar bir choy qoshiq iching kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Xo'p deng. Bolalarga ham agar petrushkanikini ishlatsangiz, petrushkani urug'ini ezib turib, tushundingizmi? Suvga damlab ichsangiz ham bo'ladi, 200 grammga yoki 300 grammga bir 5 minut qaynatib olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Ertalab va kechqurun iching, 100 gramm, 200 grammdan buyrak, tosh, hammasini ko'zini o'yadi. Zdutiyalarni hazm tizimini yaxshilaydi. Anoniki, petrushkaniki. Qurtlaringizni ham chiqarib yuboradi. Tushundingizmi? Karamniki ham xuddi shunday. Ikkovini bir xil qiling. Bir choy qoshiqdan aralashtirib turib, hammasini ertalab va kechqurun yosh bolalarga ham ketaveradi. 10 kun qiling. Xo'p deng. 10 kun qiling shuni. Tushundingizmi? Qilib ko'ring. Pul so'rayapmanmi sizdan? Tavba qildim. А теперь на русском языке. Антипаразитарка. Семена петрушки и семена, Karam nima edi ruschasiga? Семена капусты. По чайной ложке утром и вечером, измельченные. Да хоть разжевайте, взрослые. Он желчегонный, он почки очень хорошо работает после этого. Против отеков. Да хоть заварите как чай. Одна столовая ложка на 200 грамм, на 300 грамм. Заварите или кипятите 5-10 минут. Настоять 1 час. Потом пейте по 100 грамм 3-4 раза в день. Или 3 раза в день до еды. Хорошо? Курс лечения 10 дней. 5-6 дней отдых. Можно заново. Попробовать. Можно добавить гвоздику. Несколько бутонов. Понятно? Она мурчам qo'shishingiz o'tirmaydi. Gvozdika. Qalampir munchoq ham qo'shishingiz mumkin. Tushundingizmi? Voy qilib ko'ring, jo'natib qo'ying qurti borlarga. Oson usuli. Kelsin.